Ayrim mehmonlar qo'llari qayrilgan holatda olib chiqilganligi, ammo o'tkazilgan reydlar natijasida hech qanaqangi taqiqlangan moddalar yoki qurollar topilmagan. Добрый вечер, граждане и гости Российской Федерации. Внимательно меня послушайте. Работает полиция Главного управления ГУ МВД России по Красноярскому краю. Всем находящимся здесь предоставить документы для проверки. Прошу сохранять спокойствие. Обращаю ваше внимание, что в случае неповиновения или оказания сопротивления может быть привлечены к административной и уголовной ответственности. Bu safar Rossiya Ichki ishlar vazirligi, FSB, Rus gvardiya xodimlari o'zbekistonlik mashhur xonanda Jaloliddin Ahmadaliyev konserti bo'lib o'tayotgan Korona ziyofat zaliga bostirib kirishdi. Bunday reydlar ko'pchilik tomonidan millatchilik, kamsitilish deb baholanmoqda. Qizig'i shundaki, O'zbekistonda rossiyalik san'atkorlar bemalol konsert o'tkaza oladi. Ammo Rossiyada minglab o'zbek migrantlari turli bahonalar va bosimlarga uchrab kelmoqda. Hatto ayrim hollarda o'zbekistonliklar Rossiya televideniyasida ochiqdan-ochiq noqonuniy migrant sifatida ko'rsatilgan va xalq oldida tahqirlangan. Rossiyaning Krasnoyarsk shahrida yana migrantlarga qarshi reyd amalga oshirdi. Bu safar Rossiya Ichki ishlar vazirligi, FSB, Rus gvardiya xodimlari o'zbekistonlik mashhur xonanda Jaloliddin Ahmadaliyev konserti bo'lib o'tayotgan Korona ziyofat zaliga bostirib kirishdi. Добрый вечер, граждане и гости Российской Федерации. Внимательно меня послушайте. Работает полиция Главного управления ГУ МВД России по Красноярскому краю. Всем находящимся здесь предоставить документы для проверки. Прошу сохранять спокойствие. Обращаю ваше внимание, что в случае неповиновения или оказания сопротивления может быть привлечены к административной и уголовной ответственности. Спасибо за внимание. Xizmat itlari yordamida 620 nafar ishtirokchi tekshirildi. Ulardan 210 nafari xorijlik fuqaro ekanligi aytilmoqda. Ayrim mehmonlar qo'llari qayrilgan holatda olib chiqilganligi, ammo o'tkazilgan reydlar natijasida hech qanaqangi taqiqlangan moddalar yoki qurollar topilmagan. Bu kabi holatlar Rossiyaning anti-migratsion siyosatini yaqqol namoyon etmoqda. Bunday reydlar ko'pchilik tomonidan millatchilik, kamsitilish deb baholanmoqda. Qizig'i shundaki, O'zbekistonda rossiyalik san'atkorlar bemalol konsert o'tkaza oladi. Hech qanday reydlar yoki taqiqlar yo'q. Ammo Rossiyada minglab o'zbek migrantlari turli bahonalar va bosimlarga uchrab kelmoqda. Afsuski, bu holat birinchi marta bo'layotgani yo'q. 2023-yil Moskva va Sankt-Peterburg metro bekatlarida va qurilish maydonlarida 10 minglab migrantlar to'satdan tekshiruv o'tkazilgan. 2024-yil boshida Moskvaning katta ko'ngilochar maskanlarida ham minglab migrantlarni jinoyatchilikka qarshi kurashish bahonasida ommaviy to'xtatilish va hujjat tekshirishlar amalga oshirilgan. Hatto ayrim hollarda o'zbekistonliklar Rossiya televideniyasida ochiqdan-ochiq noqonuniy migrant sifatida ko'rsatilgan va xalq oldida tahqirlangan. Ayni damda esa O'zbekiston prezidenti Birlashgan Millatlar Tashkilotida tinchlik, barqarorlik, xalqlar do'stligi haqida nutq so'zlamoqda. Biz barqaror rivojlanish maqsadlariga xomahang holda demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy yangi O'zbekistonni barpo etish siyosatini olib bormoqdamiz. Ortga qaytmas islohotlarimizning izchil davom ettiryapmiz. Ustuvor maqsadimiz mamlakatimizda yashayotgan har bir oilaning, har bir fuqaroning hayotini tubdan o'zgartirish, inson qadrini va farovonligini oshirishdir. Ammo shu bilan bir paytda Rossiyada minglab o'zbekistonliklar asossiz reydlar, taqiqlar va taqiqlarga duch kelmoqda. Savol tug'iladi. Agar O'zbekiston hududida rossiyalik fuqarolar yoki san'atkorlar biron bir taqiqqa uchramagan bo'lsa, nega O'zbekiston fuqarolari Rossiyada bunday taqiqlar va taqiqlarga uchrashi kerak? Bu voqealar Rossiya va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi munosabatlarga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Agar bu jarayon davom etsa, Rossiyada mehnat qilayotgan minglab o'zbek migrantlari yanada ko'plab xavf ostida qolishi mumkin.